O'zbek xonliklari davri tarixi yangi bosqichda. Buxoro amirligi, Xiva va Qo'qon xonliklari davrida yurtimizda xattotlik, kitobat, me'morchilik, musiqa va tarixnavistlik kabi san'atlar yuksak darajada rivojlandi. Xususan Xivada ilk bor fotografiya va kino san'ati maydonga kelib, bu esa madaniyat sohasidagi tub burilishga sabab bo'ldi. Bugun O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazi O'zbek xonliklari davri ekspozitsiyasini boyitish va takomillashtirishga bag'ishlangan onlayn muloqot bo'lib o'tdi. Muloqot davomida ishtirokchilar mazkur ekspozitsiyani shakllantirish ishlari qaysi bosqichda ekanligi haqida ma'lumot berib, uni boyitish yuzasidan fikr almashildi. Shaharsozlik deganda ansambl, hajjida Fredni uni deganlar sabab o'sha ansambllarni ko'rsatish kerak. Shaharsozlikka taalluqlilar. Birinchi masala bu qanday eksponatlar qo'yiladi bu ekspozitsiyaga va bu masala bo'yicha masalan san'atshunoslar, filologlar, adabiyotshunoslar, tarixchilar o'zlarining fikrlarini aytib o'tdi. Birinchi navbatda bu ekspozitsiya qanday shaklda qo'yiladi? Tematik shakldami yoki bo'lmasa qaysi ma'noda uni sulolaviy xonliklar davriy nuqtai nazardan, xronologik jihatdanmi? Va bu narsa anchagina bahs munozaraga olib keldi. Albatta ayrim olimlarimiz sulolaviy bo'lgandan keyin albatta o'sha davrda boshqaruv tizimi, davlatchiligi va diniy bilimlari, san'at va adabiyot bilan bog'liq bo'lgan eksponatlarni qo'yish tizimlari haqida fikrlar aytishdi. Biz olimlar fikrlarini to'plagan holatda 6 ta turkumga bo'lindi. Birinchisi o'sha davlatchilik bilan bog'liq bo'lgan alohida turkum, ikkinchisi diniy bilimlar va islom haqida alohida va uchinchisi bu yerda biz ko'rdik aynan o'sha ilm-fan eksponatlari, to'rtinchisi tarix bilan bog'liq, tarixiy bilimlar bilan bog'liq eksponatlar, beshinchisi esa adabiy jarayonlar bilan bog'liq bilimlar eksponatlari hamda oxirgisi 6-inchisi san'at shunoslik bilan bog'liq eksponatlar qo'yildi deb fikr bildirdik. Albatta bu oxirgi fikr emas. Bundan keyin bu jarayonlar yana davom etadi. Olimlarning fikrlari asosida yana bu takomillashadi deb o'ylayman. Albatta Islom sivilizatsiyasi markazini har bitta keladigan kishi turist bo'ladimi yoki olim yoki o'quvchi yoki boshqa kasb vakili bo'ladimi, albatta o'ziga sohasiga qiziq bo'ladigan eksponatlarni qarashga to'g'ri keladi. Shuning uchun ham Islom sivilizatsiyasi markazidagi eksponatlarning turfa xilligi va har bir kasb uchun mansubligi bilan bog'liq va ajralib turadi. Va shuning uchun ham biz hozir shu haqda bosh qotirishimiz kerak deb o'ylayman. Va bunday majlislar, bunday yig'ilishlar hali davom etadi. Albatta Islom sivilizatsiyasi markazini eksponatlarni takomillashtirish borasida har bir insonni, har bir olimni fikri bizga juda ham kerak. Ko'plab ilmiy va innovatsion yangiliklar hali oldinda. O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazi ijtimoiy tarmoqlarini kuzatishda davom eting.